Eng zo'r lokatsiyalardan bittasida bugun sizlarga kvartiramizni video obzorini qilib beramiz. Olmazor tumani shundoq soy bo'yini yonginasida joylashgan, 10 qavatli novostroykani 3-qavatida joylashgan 4 xona 105 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz sotilyapti. Juda ham zo'r lokatsiyada. Bu yoq tomonimiz Olmazor to'yxonasi, Nabiyev Gaidan kevurish, bu yoq tomonimiz bo'lsa Olmazor prokuraturasiga chiqib keturish bo'lyapti. Mers mo'ykani shundoq orqa tomonida bo'lyapti o'shanda. Atrofda maktab, bog'cha, supermarket o'zi bu yo'qni ko'pchilik biladi, ortiqcha gapirib o'tirishim ham shart emas. Ayniqsa kechki payt mana shu joyimizda maza qilib aylanib yursanglar ham bo'ladi. O'zi bu yo'qni ko'pchilik yaqinda Seul Munga o'xshagan joy bo'ladi ham deyishayotgan ekan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda bu joyimizni, xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Oldi dvorimiz, bu yoqda детская площадкаларni, zelenoy zonalarni, yer osti va yer usti avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin. Joy egalari yer osti avtoturargohini azgincha pulini to'lab ham qo'yishgan ekan. Bu yoqda bo'lsa kiraverish vходной eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan bu yoqda koridor, hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. Hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bu xonamiz oshxona uchun mo'ljallangan. Bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda gaz turbalarini ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga sifatli romlar tayyor o'rnatilgan. Uyimizning ichki qismi ko'rib turganingizdek suvodan chiqqan tayyor holatda. Xonalarga bo'lsa pishgan g'isht bilan ajratilgan, ko'rib turganingizdek. Bu yoqda hozir ko'rsatib o'tganimdek spalnyamizda joylashgan. Bu spalnyamizning o'zini balkoni bor. Balkonimiz oldi dvorga qaragan. Bu yoqda bo'lsa sanuj-joyimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning kvadrati katta bo'lganligi uchun uyimizning ikkita sanuj-joyi bor. Bu xonamizni bo'lsa детская spalnya qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizning ro'parasida ikkinchi sanuj-joyimizni ko'rishingiz mumkin. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalari bor. Bu xonamizni bo'lsa zal qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi, kattaroq bo'lganligi uchun. Bu yoqda ham spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham o'zini alohida bu yoqda balkoni bor. Shunaqa zo'r lokatsiyadan uy qidirganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Joy egalari bu uyimizning har bir kvadrat metri uchun $1000 dan so'rashyapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.